Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Efirda Agar tok-shousi va kunning muhim voqea hodisalari, jarayonlar haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Yurtdoshlarimiz, yoshlarimiz xalqaro universitetlarga, xorijiy universitetlarga, ta'lim muassasalariga o'qishga boryaptilar. Albatta xalqaro tajriba oshiryaptilar. Bu O'zbekiston uchun nimani anglatadi? Mana shu savollarga baholi qudrat javob qidiramiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mutaxassislar, xush kelibsizlar. Xo'p, birinchi savolga o'tadigan bo'lsam, bugungi kunda barchamiz ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz, dunyodagi nizomlar o'zgaryapti, muvozanatlar o'zgaryapti. Bugun davlatlarning raqobatbardoshligi mamlakatlardagi tabiiy resurslar yoki bo'lmasam ishlab chiqarish hajmi bilan emas, balki inson kapitali bilan o'lchanyapti. Dunyo yangi bosqichga, yangi darajaga chiqyapti. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda ham hozir mana aytib o'tdik, mamlakatimizda ko'plab yoshlar xalqaro universitetlarga, bo'lib ham dunyodagi eng nufuzli universitetlarga, masalan aytadigan bo'lsak, Garvard deymizmi, Oksfordmi yoki Stenford kabi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga grant asosida o'qishga qabul qilinyaptilar. Bu O'zbekiston uchun nimani anglatadi? Oxirgi 5-10 yilda shu tendensiya rivojlanib bormoqda va davlat rahbari boshchiligida qilinayotgan oliy ta'limdagi islohotlar va yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar bu juda yaxshi ko'rsatkich. Lekin bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Top universitetlarda yoshlarimizni uzoq bilan borsa 1% ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ko'p hollarda ko'ramiz, o'sha xorijiy oliy ta'lim muassasalaridan yutilgan grantlarni shuncha miqdordagi grant yutildi, investitsiya kirdiga o'xshagan noto'g'ri tushunchalar beriladi. Aslida bu berilgan grant emas, hech qanaqa moddiy qiymatga ega emas, lekin bu yoshlarimizga beriladigan imkoniyat. Ya'ni ma'lum summadagi tegishli universitetlarning grantlarini yutish yoshlarga o'zini kelajagini qurishga imkoniyat beradi. Mana shu imkoniyatlardan biz to'g'ri foydalanib, yoshlarga eng bozorbop, eng zamonaviy bilim va ko'nikmalarni talab qiladigan kasblarni egallashiga yo'naltirishimiz kerak bo'ladi. O'z navbatida bu hozir bizga shu O'zbekistonni xabaringiz bor, hozir rahbariyatimiz tomonidan ham oldimizga qo'yilgan maqsad, ya'ni O'zbekistonni eng dunyoga ko'rsatib berishda bu juda katta o'rin o'ynaydi-da. Talabalarimiz bizani hozir o'quvchilarimiz chetga chiqishi bu bizni O'zbekistonni dunyoga ko'rsatish uchun katta imkoniyat. Chetga o'qib kelish orqali ular tajribaga ega bo'lishadi. Ular dunyo ko'rishadi. Dunyo reytingi qanaqaligini bilishadi, o'rganishadi va shu o'rgangan bilim va ko'nikmalarni O'zbekistonga olib kelib, ularni O'zbekistonning rivoji uchun targ'ib qilishadi. Ya'ni shunday talabalardan o'zim ham shu grantlar asosida Angliyada o'qish imkoniyatiga ega bo'lganman. Xitoyda ishlash imkoniyatiga ega bo'lganman va shu tajribalardan kelib chiqqan holatda va shu davlatlardan olgan bilimlarim, ko'nikmalarim va barcha nima desa bo'ladi, yuqori salohiyatga ega holatda kelib hozir imkon qadar shuni O'zbekistonimizni rivoji uchun targ'ib qilishga harakat qilyapman va xudo xolisa shu narsa qo'ldan kelyapti. Chunki bu orqali men yoshlarimizga bir motivatsiya bo'lishga ham bir plusda chetda o'qish yaxshi, juda bu yaxshi. Talabalarimizga imkoniyat berish bu juda yaxshi. Albatta xalqaro munosabatlarda hozir tizim transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda va boya juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bu davlatning tashqi imeji va mavqei nafaqat endi uni tabiiy resurslari va yoki materialniy tsenность bilan baholanadi, balki buni intellektual salohiyati ham, intellektual deylik potensiali ham hisobga olinmoqda va shunaqangi global ilm markazi, ya'ni Oxford, Cambridge kabi universitetlardagi deylik yoshlarimiz o'qishi va bilim olib qaytib kelishi bu O'zbekistonning kelajakka qilingan strategik investitsiya sifatida ko'rsak bo'ladi. Chunki bunday global markazlarda kelajak bilimlari va kelajak fanlar o'qitiladi va bu shu o'rinda O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiya jarayonida kelajakdagi raqobatbardoshligini asosiy driver sifatida shu inson kapitali xizmat qiladi deb o'ylayman. Rahmat, marhamat.
Bilamiz, o'zimiz ham e'tibor berib boryapmiz. So'nggi yillarda ta'lim tizimi tubdan o'zgardi. Yangi islohotlar davri boshlandi ta'lim tizimida va bu jarayonda bugungi kunda yoshlarimizning ham fikrlashi, dunyoqarashi tubdan o'zgarib bormoqda. Juda ko'p yoshlarimiz hozir aynan o'sha xorijdagi eng nufuzli, rivojlangan, ta'lim yaxshi beriladigan universitetlarni tanlab, o'sha yerga o'qishga topshirishyapti. Oldinlari, deylik, 10 yil oldin xorijda o'qigan talabalar soni juda kam bo'lardi. Ularni biz eshitardik va sanoqli bo'lar edi. Bugungi kunda esa juda ham ko'p, hattoki ularni shu eshitib xursand bo'lamiz xorijga kirayotganligini va eng muhimi yoshlar bugun o'zlari qiziqib, tanlab o'sha universitetga o'qishga kirishyapti. Bu ya'ni dunyoga ochilgan eshik yoshlar uchun haqiqatdan juda katta motivatsiya bo'ldi, juda katta yordam bo'lmoqda. Albatta bu jarayon O'zbekiston uchun ham juda muhim hisoblanadi. Chunki O'zbekistonning rivojlanishi albatta bu yoshlar bilan bog'liq. Yoshlar qay darajada bilimli bo'lishi, yaxshi kasbni egallashi va xorijda o'qishi, ular xorijda o'qigandan so'ng O'zbekistonga qaytib kelib, o'sha yerda olgan bilimlarini O'zbekistonga tatbiq etishi, bu albatta o'sha sohaning rivojlanishiga juda katta zamin yaratadi. Hozir mana ustozimiz ham aytib o'tdilar, o'sha xorijda o'qib kelganliklarini va ayni bugungi kunda o'sha xorijda olgan tajribalarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etayotganligini aytib o'tyaptilar. Biz buni guvohi bo'lib, albatta bu jarayonlarni biz yanada ham ko'paytirishimiz kerak. Chunki o'zimizning Toshkent shahridagi Adjo universitetida ham kuzataman, xorijda o'qib kelgan yoki xorijdan kelib dars berayotgan professorlar tubdan farq qiladi ular. Ularning dunyoqarashi, o'sha talaba bilan bevosita muloqotda bo'lishi, dars o'tishi juda ham boshqacha va o'sha talabani bilim olishiga yanada katta yordam beradigan holat hisoblanadi. Va shu bilan birga mana shu aynan o'zimizni universitet misolida keltiradigan bo'lsam, Toshkent shahridagi Adjo universitetidan o'sha bizning ko'p talabalarimiz Koreya Respublikasidagi Adjo universitetida o'qishni davom ettirishadi. Ular bir semestrga yoki bir yilga borib kelishadi-da. O'sha borib kelgandan keyin ular bilan suhbatlashaman. Qanaqa o'zgarish bo'ldi desam, ular shu qadar ta'riflab berishadiki, ya'ni o'sha 6 oyga yoki 1 yilga borib kelib, ularning fikrlashi, dunyoqarashi juda ham o'zgaradi va ular mana shu bilimlarini, ko'nikmalarini O'zbekistonga tatbiq etishga tayyor bo'lgan yoshlar hisoblanadi. Davlat rahbarining 2022-2026 yildagi strategiyalarida ham hozirgi vaqtda kadrlar salohiyatini rivojlantirish belgilangan. Dunyoning top universitetlari MIT, Oxford, Stanfordda kabi o'qigan talabalar aslida Fortune Global 500 kompaniyalarining zaxirasida turadi. Bu katta imkoniyat bizni kadrlarimiz uchun ham, chunki bu kabi kompaniyalarda ishlash O'zbekiston ravnaqi uchun ham, kelajagi uchun ham katta imkoniyat beradi. Shu sababdan bu natijalar oxirgi yillarda bo'layotganini kuzatayotganimiz juda quvontiradi. Bizda hozir xorijga ketib nufuzli universitetlarda ta'lim olayotgan talabalarimizni yurtimizga qaytib kelib ishlashida rag'batlantirish mexanizmlarini ham bir ta'kidlashimiz kerak. Sababi biz bilamiz, xorijiy tajribani olgandan keyin ko'pchilik talabalarimizda shunday fikrlar paydo bo'ladi. Ya'ni o'zini ish faoliyatini xorijda davom ettirish masalalari ko'tariladi. Bizda bunday yaxshi mutaxassislarimizni, xorijiy tajribaga ega bo'lgan bir yuqori tajribali talabalarimizni yurtga qaytarib, o'zimizda ish bilan ta'minlash, o'sha muhim joylarda ularni tashabbusdan foydalanish maqsadida ularga shu bizda davlatdagi hozirgi kundagi berilayotgan bir rag'bat mexanizmlari ham bir ancha yo'lga qo'yilgan. Ya'ni xususan hozir biz Harvard, MIT yoki Stanford universitetlari haqida gapiryapmiz. Bu juda top universitetlar hisoblanadi, top 10 talik desak ham bo'ladi va bu universitetlarda deylik ta'lim olib kelgan va o'zimizda hozir ishlayotgan, faoliyat yuritayotganlarga bu oylik maoshiga albatta bu asosiy mezon bo'ladi. Har bir joyga borishimizdan qat'iy nazar har bir inson birinchi masala bu meni daromadim qanday bo'ladi degan savolni o'ziga qo'yadi. Va bunday universitetlarni bitirib kelgan talabalarga juda katta imtiyozlar berilyapti. Bu imtiyozlarni menimcha shu chet elda ham bir qandaydir bir nima desak bo'ladi? Bir targ'ib qilishimiz kerak. Ya'ni bizdan ketayotgan talabalarning asosiy qismi o'zimizdan bo'lsa ham, undan tashqari chet elda o'zbek fuqarolari ham o'qib yuribdi universitetlarda. Ularni ham o'zimizga jalb qilish. Mana bizda shunday tashabbuslar bo'lyapti. Kelinglar,
Ya'ni biz yangi tashabbuslar bilan, yangi g'oyalar bilan shu davlatimizni yangi pog'onlarga olib chiqamiz degan bir ishlarni hozir menimcha maqsad qilib olsak yaxshi bo'lardi. Hurmatli mutaxassislar, suhbatimizni bejiz bu savol bilan, bu masala bilan boshlamadik. So'nggi yillardagi bu yoshlarimizni natijalarini ko'rib, xorij mamlakatlarda o'qiyotgan yoshlarimiz avvalgidek hayron qolarli emas, odatiy holga aylanib qoldida. Ularning soni ko'payib boryapti. To'g'ri, bu borada mamlakatning tashqi siyosat masalasida olib borayotgan islohotlari ham o'zining ijobiy natijasini beryapti. Negaki O'zbekiston butun dunyoga ochilyapti va o'zbekistonlik yoshlarga ham butun dunyodagi oliy ta'lim muassasalari o'z eshiklarini ochyapti. Faqatgina aytganimizdek, biz shu oldindan bolalikdan eshitganimiz Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropaning eng ilg'or mamlakatlari emas, Sharqiy Osiyo mamlakatlari deymiz yoki Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlaridagi barcha oliy ta'lim muassasalarida o'zbekistonlik yoshlarni ko'rish mumkin. Men bir psixolog bilan suhbatda bo'lganda aytganda, hozirgi paytda tanganing ikkita emas, 6 ta tomoni bor degandi. Xo'p, yoshlarimiz ketyapti. Xalqaro bilimlardan, tajribalardan, malakalardan boxabar bo'lyapti, ilm olyapti. Lekin mana shu yoshlarni ketayotgan, ta'lim olish uchun ketayotgan yoshlarning soni ko'payib borishi O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalaridagi qaysidir kamchiliklarni, qaysidir muammolarni ochib qo'ymayaptimi? Bugungi kunda O'zbekistonda universitetlar soni juda ham ko'payib bormoqda. Oldinlari faqat davlat universitetlari bo'lar edi, hozirgi kunda xususiy universitetlar bor, xorijiy universitetlari bor va bevosita o'qishga topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlarda endi tanlov bor. Endi O'zbekistonda ham universitetlar o'zaro raqobat davri boshlandi. O'sha davlat universiteti, xususiy, xorijlar o'zaro raqobatda, chunki ular talaba olishi kerak. Chunki hozirgi abituriyentlar bitta universitet bilan kifoyalanib qolmayapti. Ular hamma universitet topshirib ko'ryapti, nafaqat O'zbekistonga, balki xorijdagi universitetlarga ham topshirib ko'rib, keyin ular o'sha oxirida tanlov qilib, o'sha 1-2 oy davomida universitetlarni yaxshilab o'rganib bo'lgandan so'ng qayerda o'qisam manfaatli bo'ladi degan bir o'ziga savoliga javob olgandan so'ng universitet tanlashyapti. Endi bugungi kunda xorijga o'qishga ketayotgan yoshlarning hammasi ham O'zbekistondagi ta'lim yaxshi emasligidan ketayotganligi yo'q. Bugungi kunda O'zbekistonda ham universitetlarda ta'lim juda ham rivojlanib boryapti, yaxshilanib boryapti va endi har bir yosh o'sha maktab davridan o'ziga kasb tanlaydi va qayerda o'qishini o'ylab boshlaydi. Kimdir O'zbekistonda o'qishni, kimdir Amerikada o'qishni reja qiladi, kimdir Koreyada o'qishni reja qiladi. Bu har bir yosh, o'sib o'tayotgan yoshning o'zining fikri, pozitsiyasi hisoblanadi. Va bu jarayonlar bugun mana shu O'zbekistondagi universitetlar ham xorijdagi universitetlar bilan raqobatlash qila oladi. Chunki deylik, mana bizning universitetimiz xorijiy universitet hisoblanadi. Ko'p ota-onalar bilan suhbatlashamiz, qabul jarayonida mas'ul xodim bo'lganligim uchun va o'sha bevosita abituriyentlar bilan suhbatlashganimda, ular shu kelib nima uchun aynan Toshkent shahridagi Adjunkt universitetini tanlading degan savol berganimda, bu yerdagi professorlarning dars o'tishi yoqdi yoki bu yerdagi muhit menga yoqdi deyishadi. Abituriyentlar qayerdan biladi professorlarning qanday dars o'tishini? Bu albatta universitetga bog'liq. Universitetlar, har bir universitet o'zining imkoniyatlarini yoshlarga yetkazib bera olishi kerak. Masalan, siz faoliyat olib borayotgan oliygoh qanday targ'ib qilyapti? Bugungi kunda universitetimizda o'sha umumiy ijtimoiy tarmoqlar, bugun hamma yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, Telegram, Facebookda va biz ham aynan mana shu Instagram, Facebook ijtimoiy tarmoqlar orqali universitetimiz haqida ko'proq ma'lumot beramiz va shu bilan bir qatorda o'sha har yili biz maktablarga boramiz. Maktablarga borib, targ'ibot o'tkazib, o'sha 11-sinflarga Toshkent shahridagi Adjunkt universiteti imkoniyatlari va bu universitetga topshiradigan bo'lsa, biz ularga nima bera olishimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Ular savol berishadi. Xo'p, ta'lim qanaqa tilda olib boriladi deyshadi. Ertaga universitetni bitirganimdan keyin qayerda ishlayman deyshadi. Bu eng asosiy savol hisoblanadi. Chunki universitetni bitirgandan keyin ishga joylashish kerak va yaxshi maosh olish kerak. Chunki har bir abituriyent ertaga o'qishni bitirgandan keyin yaxshi maosh oladigan kasbni tanlashga harakat qiladi. Mana shu kabi savollarga javob berishimiz uchun biz doimiy ravishda universitetimiz haqida targ'ibot olib boramiz.
televideniyada reklamalar beramiz, o'sha universitetdagi deylik ta'lim tizimi qanaqa tartibda olib boriladi, professorlar qayerdan kelgan, darslar qanaqa tartibda olib boriladi, imtihonlar qanday bo'ladi. Demak, mana shu ma'lumotlarga ega bo'lgan abituriyentlar to'g'ridan-to'g'ri universitet tanlashda qiynalishmaydi. Bugun o'sha bizga topshirayotgan abituriyentlarning 95% desak ham bo'ladi, maqsadli abituriyentlar. Shunchaki diplom olish uchun emas, aynan deylik universitetimizda o'sha muhandislik sohalari bor. Arxitektura, qurilish, elektrotexnika, kompyuter muhandisligi va bugungi kunda zamon talabi bo'lgan IT, sun'iy intellekt, koreys tili va ingliz tili, shu bilan bir qatorda interyer dizayn kabi fakultetlarga topshirayotgan abituriyentlar o'sha sohada o'zini ko'rganligi uchun, ertaga shu sohada o'zini yaxshi mutaxassis sifatida ko'ra olganligi uchun topshirishyapti. Bu maqsadli abituriyentlar hisoblanadi va bevosita ularga biz o'sha xorij andozasi asosida ta'lim beryapmiz va hattoki aytib o'tishim kerakki, bugun o'sha chet elda o'qiyotgan talabalarning ko'pchiligi ham O'zbekistonga, ya'ni Toshkent shahridagi Adjo universitetiga o'qishni ko'chirishmoqda. Nima uchun degan savol tug'ilishi mumkin. Ular bilan bevosita o'zim bog'lanaman, ko'pchiligi bilan xorijdagilar bilan mana deylik o'sha Koreyada o'qiyotgan yoki Xitoyda o'qiyotgan talaba nima uchun qaytib kelyapsan? O'zbekiston yoshlari o'sha Xitoyga boryapti, Koreyaga boryapti. Sen nega qaytyapsan deganda, bu yerdagi ta'lim bilan O'zbekistondagi ta'lim ham yaxshi. Ya'ni bir-biriga raqobatlash qila oladi. U yerda o'qisam ham o'sha ertaga o'z kasbimni olib keta olaman degan bir savollarga javob berib, O'zbekistonga qaytib kelayotganlar ham bor. Bunday, ya'ni xususiy universitetlar, davlat oshishi bu davlat universitetlariga ham bir intrigada. Biz ham shunga harakat qilib kurashishimiz kerak. Ya'ni albatta endi bizni bitta anaqa plyusroq jihatimiz, biz nima desa bo'ladi, bu tizimda uzoq vaqtdan beri va davlat tomonidan bo'lganimiz uchun bizga ko'p anaqa holatlarda ishonch bildirilgan. Albatta raqobatbardosh bo'lishga harakat qilamiz. Davlat universitetlari ham mana hozir bitta yaxshi taraflari, hozir davlat universitetlariga berilgan imkoniyatlar shundan iboratki, ya'ni exchange loyihalari, exchange programmalari, ya'ni talabalar bizga o'qishga kiradi va o'zini o'sha yutuqlari, misol uchun til borasidagi yutuqlari, sertifikatlari bilan chet davlatlardagi universitetlarga talaba bo'lib ham exchange loyihalari orqali ketishi mumkin. Bir semestrga, 2 semestrga, misol uchun bu yilni agar ko'radigan bo'lsak, jahon tillaridan 400 ta talaba exchange loyihasi bo'yicha Koreyaga, Jongbuk Milliy universitetiga ketishdi mana. Sujuk universitetida, Xitoyda, Yaponiyada, Jazoirda, ya'ni talabalarimiz jahon tillari bilan hamkorlikda bo'lgan o'sha chet davlatlarning oliy ta'lim universitetlariga ketish imkoniyati va nafaqatgina ular yoqqa ketishi, ya'ni u universitetlar bizni salohiyatimiz, ya'ni O'zbekistonda bilim berish darajasi hozirgi, ya'ni O'zbekiston nafaqatgina o'sha bilim jihatidan eksport sifatida chet davlatni reytingida ko'rinmoqda. Misol uchun oddiy qilib aytsak, jahon tillari hozirgi kunda o'sha dunyo reytingi bo'yicha 201-lingvistika yo'nalishi bo'yicha ko'tarilgan. Bu ham juda katta, nima desa bo'ladi, tahsinga loyiq joyida. O'shani hisobiga ham shu katta davlatlar o'zlarini talabalarini bizga exchange loyihasi doirasida jo'natishmoqda. Misol qilib olganda, o'sha Koyka loyihasi doirasida hozir 70 ta talaba bizga kelib koreys tilini bizada o'qish, ya'ni biz koreys davlatidan kelib bizada o'sha koreys tili va rus tilini, ingliz tilini o'qish uchun bizga kelyapti. Ya'ni bu integratsiya bo'lyapti bir-biri bilan. Ya'ni xalqaro universitetlar ham bizga qiziqdi, hamkorlik bildirib bizga qiziqish bildirishyapti. Bu juda katta yutuq deb bilaman. Hozirgi globallashuv jarayonida yoshlarimizni mahalliy oliygohlarga zanjirband qilish iloji yo'q. O'shaning uchun ham bu jarayonni yoshlarning sifatli ta'lim olish maqsadida chet elga chiqish ishtiyoqi balandligi bu pozitiv jihatdan baholasak bo'ladi. Ya'ni bu o'zimizning deylik mahalliy universitetlarga, oliy ta'lim muassasalariga tashqi bosim, tashqi chaqiruv sifatida ham baholashimiz kerak va ular deylik oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish maqsadida deylik xorijiy tajribani olib kelishmoqda. Ular bilan integratsiya boya aytib o'tilganidek yoki qo'shma dasturlar yo'l qo'yilmoqda va innovatsion dasturlarni tobora integratsiya qilish jarayoni bo'lib o'tmoqda va ma'lumotlarga qaraganda hozirgi davrda oliy ta'lim muassasalari 2000 dan ortiq dasturlari jahonning top 300 talikka kirgan universitetlar dasturlari bilan moslashtirildi. Bu degani bu sog'lom raqobat allaqachon natijasini bermoqda, rivojlanmoqda oliy ta'lim muassasalarimiz. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida o'qish bu yaxshi natija, yaxshi ko'rsatkich, lekin O'zbekistonning aholisini soni nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, 38 million aholi
bor O'zbekistonda, lekin dunyo bo'yicha chet elda ta'lim oladigan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-o'rinda turadi. Bu degani 100 mingdan ortiq talaba hozir xorijda bilim olib kelmoqda. Bu yaxshi narsa. Hamkasbimiz aytganlaridek, bu mahalliy oliy ta'lim muassasalariga bu qo'shimcha o'z ustida ishlashga chaqiriq hisoblanadi. Sababi o'sha 2016-yilda 76 ta oliy ta'lim muassasasi bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bu oliy ta'lim muassasalarining soni 200 dan oshgan bo'lsa, bu tabiiy jarayon. Son, sifat qachon keladi? Agar son bo'lsa. Ma'lum, agar o'tgan yilgi xabarlardan o'qigan bo'lsanglar, bir nechta oliy ta'lim muassasalarining litsenziyalari bekor qilindi. Nimaga? Ta'lim sifati, o'sha davlat tomonidan qo'yilgan ta'limga qo'yilgan standartlar bajarilmaganligi sababli oliy ta'lim muassasalari litsenziyadan bekor qilindi. Ya'ni bu jarayon davom etadi. 5 yil, 10 yil ichida faqat shu sifatli ta'lim beradigan oliy ta'lim muassasalari, u davlatniki bo'ladimi, xususiy bo'ladimi, xorijiy bo'ladimi, ana ulargina o'z faoliyatini davom ettirishga imkoniyat bo'ladi. Endi chet elda yuqorida aytganimdek o'qish yaxshi, lekin hammani ham chet elda o'qishga imkoniyatimiz yo'q. U moddiy sababi bor, boshqa sabablar bor, lekin asosiy kontingent O'zbekistonda o'qiydi. Ana o'shaning uchun yuqorida aytganimizdek oliy ta'lim muassasalariga, mahalliy oliy ta'lim muassasalariga chaqiriq bu ta'lim sifatini oshirish, ta'lim yo'nalishlarini yangilash, zamonaviy o'sha eskidan qolib ketgan ta'lim yo'nalishlarini zamonaviy talablarga, ya'ni bozor nimani so'rayapti, ya'ni market deymiz, bozor nima so'rayotganligi, ishlab chiqaruvchilar, sanoat, umuman xalqaro standartlarda qanaqa tipdagi kadrlarga ehtiyoj bor, ana shularni o'rganishimiz kerak. Undan tashqari hozir faqat bilim o'zi yetarli bo'lmay qoldi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, ish beruvchi bitiruvchini faqat bilimiga qarab ishga olmaydi. Uni shaxsiy ko'nikmalariga, social skills deymiz, shaxsiy ko'nikmalarini rivojlantirishimiz kerak talabalarni. O'sha muammolarni hal qilish qobiliyatlari yoki muomala madaniyati, diplomatiyasi yoki etika, estetika, subordinatsiya yoki masalalarni o'rganish, jamoa bilan ishlash, shunaqa ko'nikmalar bor-da, ya'ni social skills deyiladi, shaxsiy ko'nikmalar. Ana shunday kabi shaxsiy ko'nikmalarni rivojlantirishimiz kerak. Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminster universitetida talabalarimizni ish bilan ta'minlanganlik darajasi hozirgi kunda 95%. Ya'ni 6 oyning ichida 95% bitiruvchilarimiz o'z ishlarini topishadi. Bu davlat sektorida, xorijiy sektorda yoki xususiy sektorda, banklarda, turli sohalarda yo'nalishga qarab bu nimani ko'rsatadi? Bu biz bozorga o'rganganligimizni ko'rsatkichi. Karyera markazi bor universitetda. U ko'rgazmalar o'tkazishadi. Ya'ni doimiy ravishda biz bozor bilan hamnafas ishlaymiz. Shu sanoat, ishlab chiqarish, davlat tashkilotlariga qanaqa tipdagi mutaxassislik kerak ekanligini o'rganib, shularga kadrlarni tayyorlab yetishtirib beramiz. Bu ta'lim sifatini oshirishga yoki yoshlarimizni kelajagini qurishga bir zamin yaratadi. Aslida haqiqatan ham ko'p chet universitetlarga o'qishga ketishligimiz katta sabablardan bittasi hozir yangi yo'nalishlar mavjud bo'lgani va ayrim universitetlarda shu yo'nalishlar bo'yicha yetarli darajada laboratoriyalar yo'qligi. Chunki oldin teoretический bilim olsa yetarli bo'lardi. Hozirgi kunda amaliy ko'nikmalarni laboratoriyalarda professorlar bilan birgalikda ishlab, amaliy loyihalarni amalga oshirish va undan so'ng uni amaliyotga joriy qilish muhim natija hisoblanadi. Chunki ish beruvchi oldin faqatgina so'raydi, diploming bormi? Bor. Yaxshi o'qidingmi? O'qiding. Bo'ldi, ishga olardi. Hozirgi kunda ish beruvchi ham savol beradi, qanday loyihalarni bajarding va u loyihalar end to end, ya'ni boshdan oxirigacha amalga oshirildimi va qanday natija bo'ldi va shuna asosida qanday kelajakda O'zbekiston uchun natijalar olib kirishi mumkin. Shu sababdan yangi yo'nalishlarni laboratoriyalar yetarli bo'lmagani uchun bizni yosh avlodimiz chet el universitetlariga borib, shu laboratoriyada birga ishlab, qandaydir hamkorlikda loyihalarni bajarib, shu bo'yicha ko'pincha tanlov shundan iborat bo'layotgani sababli, chunki hozirgi kunda green tech, ya'ni yashil texnologiyalar, robototexnika, sun'iy intellekt juda ham rivojlanyapti. Shu sababdan bizni O'zbekistonda ham universitetlarda laboratoriyalar ochilsa va bizni yosh kadrlarimiz shu laboratoriyalarda ishlab loyihalarni aniq qilsa, o'ylaymanki, raqobatbardosh bo'lib yetishib chiqishadi. O'zbek xalqida bir ajoyib ibora bor, hech ham eskirmaydigan, chet elning xo'rozqandi deydi-da. Demak, bu yoshlarimizni bu harakatlari, bu intilishlari o'sha ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelayotgan bu ibora bilan bog'liq emas. Chet el orzusi bu chet elning xo'rozqandi uchun emas.
bilim olish, ilm olish uchun bo'lyapti. Mana suhbatimizni boshida ham aytdik-da, tanganing hozir ko'p tomonlari bor. Hozir biz tanganing bir tomoni haqida gaplashdik, endi ikkinchi tomoni haqida gaplashamiz. Yoshlarimiz aytdik, zamonaviy bilimlar olish uchun xorijiy mamlakatlarga o'qishga ketyaptilar. Hozir O'zbekistondagi mahalliy oliy ta'lim muassasalarida shunday bir fikr bo'lib qolmaydimi? Agar imkoniyating bo'lsa, mana marhamat, hamma sharoit bor, eshiklar ochiq, xorijdagi oliy ta'lim muassasalarida o'qi. Bizda bori shu. Borimiz shu degan bir joyda turib qolish, to'xtab qolishga o'xshagan bir fikrlar, bir aura shakllanib qolmaydimi? Yo'q, albatta unaqa bo'lmaydi. Nimaga? Boya ta'kidlab o'tganimizdek, bu trika bo'ladi. Bizda ham raqobatbardosh, ya'ni hozir domlamiz ta'kidlab o'tganlaridek, biz ham nazorat ostidamizda. Ya'ni biz bunaqa mana bizada bo'ldi, shu boringga shukur qilib, qolganini bo'lmasa boshqa joydan top deydigan narsa hozir bunaqa zamonda emasmizda. Chunki bu hozir raqobat juda kuchli ketyapti, ham xususiylar bilan, ham davlat bilan. Albatta salbiy emas, ijobiy raqobatda. Hamma o'z ustida ishlayapti. Aytaman, bizning universitet ham borgan sari rivojlanishyapti. Reytinglarga kirishga harakat qilyapmiz, dunyo miqyosida ko'rinishga harakat qilyapmiz. Va bu albatta professorlarni jalb qilyapmiz, ya'ni xalqaro professorlarni, elchixonalar bilan hamkorlikda o'qituvchilarni, ya'ni native speakerlarni. Chunki biz ham shu nima desa bo'ladi, naqada bandda qolishimiz kerak, ya'ni bu ustunda turishimiz kerak-ku. Agar mana domlamiz aytdilar, u ustunga javob bera olmasak, bizni hozir chunki davlatimiz bu xususiy yo bu davlatniki deb qaralmayapti. Raqobatga turib bera olmasam, talab qo'yilyapti. Hammaga talab birdek. Sen turib bera olsang, shu narsaga marhamat-da. O'sha uchun ham bu uchun ham biz kurashishimiz kerak. Ya'ni o'sha native speakerlarni jalb qilganmiz. Hozirgi kunda jahon tillarida 300 dan ortiq davlat tillari native xodimlar, professor o'qituvchilar ishlashadi. Ular bizda dars berishadi, o'sha native muhit yaratib berishadi. Bu ya'ni ular nafaqatgina talabalarga o'z tajribalarini ko'rsatishadiki, bilimini, tilini o'rgatadi. Vaholanki kafedradagi xodimlariga ham o'zini bilimini beradi. Ya'ni o'sha mutaxassislar bilan gaplashish orqali, professorlar bilan ishlash orqali bizning mutaxassislarning ham salohiyati oshadi. Ko'rasiz, va shu salohiyatimiz oshishi orqali biz nima desa bo'ladi, raqobatga chidab bera oladigan darajaga ko'tarilamiz. Bu juda hozir bu muhim. Statistikani ham agar oladigan bo'lsak, mana ustozimiz ham ta'kidlab etdilar, bir 5 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, bizda asosan davlat ta'lim muassasalari juda ko'p edi, deyarli hammasi, va nodavlat va xorijiylar soni juda kam bo'lgan. Va hozirgi kunga kelib, misol uchun 200 dan oshgan bo'lsa, ta'lim tashkilotlarini uni teng yarmi nodavlat ta'lim tashkilotlari va xorijiy ta'lim tashkilotlarining filiallari bizda tashkil etildi. Bu nimani ortidan bo'ldi? Ya'ni biz boshda ta'kidlaganimizdek, bizning talabalarimiz xorijiy ta'lim tashkilotlariga ketish ulushi ortib bormoqda, o'zingiz aytganingizdek, va buni ortidan bizning ta'lim tizimimizga bir signal keldi. Ya'ni biz nimadir o'zgartirishimiz kerak. Biz nimadir agar o'zimizda yo'qki, yoshlar ketib qolyapti. Demak, biz deylik o'sha xorijiy tajribada nimalar bor, biz o'zimizga shuni tatbiq qilishimiz kerak. Ya'ni har xil qo'shma dasturlar bor. Hozirgi kunga kelib, misol uchun 400 dan oshiq qo'shma dasturlarimiz o'zimizning ta'lim tashkilotlarida yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu nima uchun? Asosiy masala, asosiy kontingent bozor bizda. O'sha taklif ham bizda bo'lishi kerak. Ya'ni xorijiy ta'lim tashkilotlari nima taklif beryapti? Qandaydir yangi sun'iy intellekt bo'ladi, biotexnologiya yo'nalishlari bor. Ana shu yo'nalishlarni biz ham bera olamiz. Lekin qanday? Bizda salohiyat bor va shu salohiyatli o'zimizning professor o'qituvchilarimiz bilan va qo'shma dastur ortidan shu xorijiy o'sha talab bo'lgan universitetlar bilan qo'shma shartnomalar qilib, mana shular bilan yangi ta'lim dasturlarini joriy qilinyapti. Buni ortidan nima bo'lyapti? Bizni bozorimizni sekin-sekin o'zimizga qaytarishga harakat bo'lyapti. Ya'ni biz shu xorijga ketayotgan talabalarning ulushini o'zimizga jalb qilyapmiz shuni ortidan. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Taklif birinchi o'zimizda bo'lishi kerak. Marhamat. Biroz orqaga qaraydigan bo'lsak, 10 yil orqaga qaraydigan bo'lsak, musobaqa, ya'ni tanlov abituriyentlar, nomzodlar oliy o'quv yurtiga tanlanadi-da. O'zi xalqaro praktikada oliy o'quv yurtlari yaxshi talabalar uchun kurashish kerak-da. Mana bizda shu jarayon oxirgi yillarda e'tibor bergan bo'lsangiz, shu jarayon yuzaga kelishni boshladi. Nimaga?
abituriyentlarga tanlov imkoniyati berildi. Ya'ni oliy o'quv yurtiga kirishda u 5 tasini tanlash mumkin. Tanlaganda ham o'ziga yoqqanini tanlaydi va o'qishga kirganda eng yuqoriga eng birinchi o'ringa birinchi tanlov sifatida o'ziga yoqqan, ta'lim sifati yaxshi bo'lgan, zamonaviy bo'lgan yoki kasb ish topish mumkin bo'lgan oliy o'quv yurtini belgilaydi. Bu nima? Yuqorida aytganimizdek, bu chaqiruv oliy ta'lim muassasasi agar zamon bilan hamnafas yashamasa, dasturlari zamonaviy bo'lmasa, bitiruvchilar ish bilan ta'minlanmasa, o'z-o'zidan ma'lum yillar o'tgan sari u oliy o'quv yurtiga bo'lgan e'tibor kamayadi. Ya'ni talabalar kam hujjat topshirishni boshlaydi. Bizda shu xorijda 8 yil oliy o'quv yurtida ishlash imkoniyati bo'lgan. Men Malayziyada ishlaganman, shu eng yuqori reytingda turadigan universitetlarda. U paytda o'sha 2009-yildan 2018-yilgacha bizda sal boshqacharoq edi va solishtirardim O'zbekiston bilan. Nimaga bizda bunaqa? Mana hozir xursand bo'lishimiz kerak. Davlat rahbari boshchiligida qilingan islohotlar, reformalar bizga ham shu xalqaro standartlarga o'tishga imkoniyat yaratildi. Bu yaxshi narsa. Oliy ta'lim muassasalari, professor o'qituvchilari, rahbariyati o'zini dasturlarini ustida ishlash, zamonaviy kasblarni yoshlarga taklif qilish bilan shug'ullanishadi. Endi qarang, yana bir tomon haqida gaplashamiz-da, hurmatli ekspertlar. Xorijga ketyapti yoshlarimiz, tahsil olyaptilar. Albatta, bularning barchasi mamlakat rivoji uchun qilinyapti. Mamlakat ravnaqi uchun qilinyapti. Lekin ularni o'sha xorij mamlakatdan qaytib kelish masalasi ham bor-da bizning mamlakatimizga. Ish masalasi bor. Hamma yoshlarni ham aybdor qilmoqchi emasmiz biz. Shu ota-bobolarimizdan qolgan naql o'rmonga o't ketsa, qo'li quruq barobar yonadi deydi. 100% deb olsak, xorijga baribir statistika raqamlar bor-ku, to'g'rimi? Necha foizi qaytib kelyapti bizning mamlakatimizga olgan bilimlarni mana shu davlatda, mana shu mamlakatda qo'llash uchun, rivojlanishi uchun? O'zimdan kelib chiqib qan holatda aytaman. Ya'ni o'sha siz aytgandek o'sha talabalardan biri bo'lganim uchun ham to'g'ri, chet davlatlarda ishlash qiziq, chet davlatlarda ta'lim olish qiziq, lekin baribir vatan hissi bo'ladi-da. Man o'zimdan kelib chiqib, man Xitoyda ham ishlaganman-da, o'sha o'qib bo'lganimdan keyin Xitoyda ish taklif qilishgan, Xitoyga ishlagani ketganman va o'sha yerda tajriba orttirganman, ya'ni o'sha Xitoy xalq ta'limi tizimida. Man bu yoqqa kelganman, o'rgangan O'zbekiston o'rgangan keyin menda alam hissi uyg'ongan. Nimaga deganman? Ya'ni man Xitoy bolalarini rivoji uchun hissa qo'shyapman. Qachonki o'zimni yurtimda, o'zimni bolalarimga shu narsani nega o'rgatmayapman degan menda bir anaqa uyg'onganda, chiroq qalbimda. Keyin men shuni rahbarimga telefon qilganman-da, agar xafa bo'lmasanglar, sizlar bilan shu yerda kontraktimni tugatmoqchiman. Sababki ham o'sha payt xabaringiz bor, rahbarimiz tomonidan xorijda o'qib faoliyat yuritgan fuqarolarimizga O'zbekistonga kelib davlat tizimiga faoliyat yuritish uchun katta imkoniyat berilgan payt edi, shu Covid. Shu loyiha doirasida mana o'sha hozirgi kunda Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi o'sha taklif qilishgan, ya'ni ta'limni rivojlantirish uchun. Shu bo'yicha mana tizimda qoldim. Undan keyin oliy ta'limga va borib o'sha tizimlashib o'sha o'zim o'qigan Jahon tillari universitetining faoliyatlariga kirib bordim. Ya'ni bu nima demoqchiman bu gap bilan? Bari ketgandan keyin bir kun emas, bir kun bari qaytamiz. Tug'ilib o'sgan makonimiz, kindik qonimiz to'kilgan yer, baribir har bir fuqaro o'zini uyiga qaytgisi keladi. Va qaytganda juda katta mutaxassislar qaytadi. O'zbekistonni kelajagini ko'taradigan bo'lib qaytamiz, kuch bo'lib qaytamiz. Bu menimcha bu bizning eng katta yutug'imiz bilan. Qaytadi barcha. Lekin kuch borida, g'ayrat borida, shijoat borida qaytsa adolatli bo'ladi-da, u qarigandan keyin qaytgandan ko'ra. To'g'ri, lekin mana qarang, hozir ko'p narsa moliyaviy masalaga borib tarqaladi. Birinchi o'rinda. O'qishni bitirgandan so'ng u yerda unga yaxshi maosh taklif qilinsa, albatta o'sha yerda ishga qoladi. Endi ko'pchilik yoshlar misol uchun qaytib kelishayotgan bo'lishi mumkin. Ularga O'zbekistondan yaxshi maosh, yaxshi lavozimlar taklif qilinayotganligi uchun qaytib kelyapti ular.
chunki ular xorijda bilim olishda tajribasi yetarli va bugun O'zbekistonda o'sha tizimlarda ko'proq yoshlarga e'tibor berilmoqda, lavozimlarga yoshlar qo'yilmoqda, chunki ular bemalol o'sha sohada o'zini ko'rsata oladi, loyihalar qila oladi va boshqara olish qobiliyatiga ega. qariganda o'sha kuchi ketganda qaytadi degan narsangizga ham bir qo'shimcha aytmoqchimanki, baribir mana o'sha chet davlatlarda ishlaymiz, to'g'rimi? Ishlaymiz, pul topamiz, investitsiya O'zbekistonga kiradi-ku. Biz o'sha yerdan turib O'zbekistonni tanganing yana bir tomoni bu. moliyalashtiramiz-ku. Misol uchun biz u davlatga ketganimizdan keyin biz keyin mana har yili 2 oy 3 oyga kelardim O'zbekistonga. U yerdan topgan hamma pulimni shu yerda ishlatardim, shu yoqqa sarflardim. O'zbekistonga investitsiya olib kirardim. Bu ham bir yaxshi-da. Mendan bir qancha, undan bir qancha, shu bilan O'zbekistonimizni taraqqiyotiga hissa qo'shamiz desak, bu ham bir yaxshi narsa. Albatta. Marhamat. Shu gaplarga men ham qo'shimcha qilmoqchiman. Aslida agar talabalarimiz yoki kadrlarimiz qaytmagan taqdirda ham eng katta miqdori loyihalarda ishlab, O'zbekiston bilan hamkorlikda juda ham ko'p loyihalar qilishyapti. Qaytib kelmasa ham O'zbekistonga nisbatan berayotgan ularni e'tibori va hamkorlikdagi juda katta loyihalarning sababi bizlarni o'zbekistonlik bizga o'xshagan kadrlar. Biz ular bilan hamkorlikda juda ham katta ishlar qilyapmiz. Shuning uchun bu ham ma'lum bir miqdorda O'zbekistonga bo'lgan ularning rahmati va berayotgan foydasi hisoblanadi. Marhamat. Albatta bu jarayonga obyektiv yondashadigan bo'lsak, boya aytganingizdek, endi yangi bilimlarga ega bo'lgan, oliy ta'lim muassasasini tugatgan va yokida tajriba orttirgan yosh mutaxassislarni birgina deylik vatanparvarlik shiori bilan qaytarish iloji bo'lmaydi deylik. Masalan, to'g'ri, masalan, vatanni sog'inchi bo'ladi, qaytgisi keladi, lekin unga yarasha yaxshi deylik sharoitlar, ya'ni shuncha bor sotsial lift, ya'ni ijtimoiy lift yaratish, uni salohiyatini, deylik bilimlarini va deylik boya maosh masalasi ham ko'tarildi, yaxshi sharoit yaratib berish jarayonlari ham hozir O'zbekistonda keng olib borilmoqda va nafaqat ta'limdan keyingi oliy ta'lim, balki ishga joylash masalasi boya to'g'ri aytib o'tildi. Chet elda nufuzli oliy ta'lim muassasasini tugatgan spetsialist mutaxassislar davlat tashkilotlarining boshqaruv tizimlariga jalb qilinmoqda va ularda ekspert sifatida ham jalb qilinmoqda, yokida tadbirkorlik masalasidan aytadigan bo'lsak, ularga keng imtiyozlar ham yaratib berilmoqda. Shu jihatdan ular nafaqat deylik vatan shiori ostida, balkida uni amaliy tarafdan ularga sharoit yaratib berish maqsadida ham ikkala tomonda ham ishlar olib borilmoqda hozir. Rahmat, fikrlaringiz bormi? Albatta, boya foizni so'ragan edingiz, shu foizga qo'shimcha sifatida aytib ketmoqchiman. Hozirgi kunda deylik aksariyat bizni ulushimiz baribir o'zimiz davlat ta'lim tashkilotlariga tegishli bo'lib, bu taxminan bir 70-80% bo'ladigan bo'lsa, qolgan foiz 20% bu shu biz boyiga qiziqayotgan, ya'ni o'sha xorijiy talabalarimiz, xorijiy universitetlarda o'qiyotgan talabalarimizni ulushi bo'ladi. Ya'ni buning ichida nodavlat ta'lim tashkilotlari ham bor, albatta mavjud va undan tashqari biz o'sha 30 taga yaqin bizni xorijiy ta'lim tashkilotlari filiallari bor. Ana shunda shuncha nafar talabamiz tahsil olib kelmoqda. Endi suhbatimizni O'zbekistonni mintaqaviy ta'lim hubiga aylantirish masalasida davom ettiradigan bo'lsak, albatta bu bo'yicha tegishli qaror farmonlar chiqqan davlat rahbarining. Hozir ko'ryapmiz, mamlakatimizda ta'limga katta e'tibor qaratilyapti. Masalan, axborot texnologiyalari yo'nalishi deymizmi yoki bo'lmasa mana oliy ta'lim muassasalarida ta'lim hubiga aylantirish bo'yicha ham kerakli ko'rsatmalar berilgan. Bu borada mana suhbatimiz davomida aytib o'tdik. Xorijdagi nufuzli universitetning O'zbekistondagi filiallari ochilgan, qo'shma universitetlar ochildi, qo'shma loyihalar asosida va bir nechta xususiy jahon standartlari bo'yicha, jahon ta'lim standartlari bo'yicha tahsil beradigan o'zimizni mamlakatimizda xususiy ta'lim dargohlari ochilyapti. Bularning barchasi nima uchun qilyapti? Bularning barchasi O'zbekiston yoshlari uchun qilyapti. Mamlakat kelajagi uchun qilinyapti. E'tiboringizni bir ma'lumotga qaratadigan bo'lsam, 425 ta qo'shma ta'lim dasturi tashkil etilganligi aytiladi ma'lumotlarda. Lekin ularning barchasi ham xalqaro darajada qanchalik samara beryapti? Masalan, qo'shma loyihalar ishga tushirilgani, natija berayotganlari bordir. Marhamat. Shu bo'yicha suhbatimizni davom ettirsak. Hozirgi kunda to'g'ri aytdingiz, O'zbekistonda ta'lim tizimi o'sha boya boshidan aytib tubdan o'zgardi va dunyo mamlakatlari O'zbekistondagi ta'limga berilayotgan e'tiborni bevosita ko'rishyapti.
va e'tibor bergan bo'lsak, oxirgi yillarda O'zbekistonga kelib o'qiyotgan xorijlik talabalar soni oshib bormoqda. Yil sayin oshib bormoqda xorijlik talabalar. Ular davlat universitetida ham bor, ulushi katta, xususiylarda ham bor, xorijiy universitetlarda ham bor. Ular deylik o'sha o'zimizda qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojik, Turkmaniston kabi davlatlarga o'qiyotgan yoshlar, umuman boshqa xorijdan kelib o'qiyotgan yoshlar ham bor. Demak, ular nima uchun kelishyapti O'zbekistonga? Bu savolni birinchi o'rinda berishimiz kerak-da. Ta'lim sifati yaxshi bo'lganligi uchun kelishyapti ular O'zbekistonga. Shunchaki kelishmayapti. Bizada albatta ta'lim sifati yaxshi va mamlakatimiz xavfsiz mamlakat sifatida ko'p e'tirof etilganligi uchun ham ko'pchilik xorijdan yoshlar kelib o'qishyapti. Xususan Toshkent shahridagi Adju universitetida ham hozir 10 dan ortiq xorij davlatidan kelib o'qiyotgan yoshlar bor. Deylik, o'sha qo'shni davlatlar hammasidan bor, Ozarbayjon, Misr, hattoki Xitoydan kelib ham bizda talabalar ta'lim olishyapti va albatta ular bilan suhbatlashganimizda nima uchun aynan O'zbekistonga kelding? Xitoy rivojlangan davlat degan savollar degan tabiiy savollar bo'ladi. Bizga qiziq bu narsa. Chunki biz o'zimiz xorijga intilamiz, lekin ular O'zbekistonga kelishyapti va ular bu yerdagi ta'lim tizimi o'zgarganligini, ta'limga berilayotgan e'tiborni ko'rib, o'sha universitetlardagi sharoitlarni ko'rib ham ular O'zbekistonga kelishayotganligini bildirishmoqda. Demak, biz O'zbekistondagi universitetlar ta'lim tizimi o'sha xorij mamlakatlaridagi yoshlarga o'zimizni ko'rsatishimiz vaqti keldi. Bemalol raqobat qila olamiz xorijdagi universitetlar bilan va ularni bemalol o'sha O'zbekistonda kelib o'qitib, ularga yetarli darajada bilim berib, mutaxassis sifatida chiqara olamiz. Faqat biz buni ko'rsatib bera olishimiz kerak. Hali misol uchun birinchi Qozog'istondan bir talaba kelib o'qidi universitetimizda. Hozir ularning soni juda ham ko'payib ketdi. Bitta o'sha qozog'istonlik talaba ortidan ko'plab talabalar olib kelyapti. Yoki deylik, Misrdan bir talaba keldi, keyingi yil o'rtog'i keldi, undan keyin yana kimdirlar kelyapti. Ular o'sha O'zbekistonga kelib o'qigandan so'ng albatta o'sha o'zini mamlakatida, o'zini hududidagi yoshlarga bizdagi ta'lim haqida, O'zbekistondagi o'zgarishlar haqida ular ma'lumot berishyapti. Bu ham o'sha O'zbekiston imijini ko'tarishga juda katta yordam beryapti. Oliy ta'lim va innovatsiya vazirligi tomonidan yangi loyiha ishlab chiqilgan Study in Uzbekistan xabaringlar bor. Va shu Study in Uzbekistan loyihasi doirasida mana Xitoyga bir o'tgan oy Xitoyga bordik, o'sha forumga ishtirok etishga. Shu forumni o'zida bizni mamlakatimizga bo'lgan abituriyentlarning qizig'i juda ko'p edi. Hozirgi kunda mana agar o'sha forumdan olib kelgan kontrakt, ya'ni shartnomalarimizni qaraydigan bo'lsak, 200 ta abituriyent bizga qiziqish bildirgan. Ya'ni 200 ta abituriyent bizni Jahon tillari universiteti shu ingliz tili va rus tili yo'nalishlari bo'yicha o'zini kandidaturasini bizning platformamizga yuklashganda. Mana bu ham bir yutuq. Ya'ni bular hozir hamkasbim aytganlaridek, dunyo miqyosida bizni tan olingan universitetlar qatoriga kirganimizdan isbotda. O'zbekiston ham endi bilim eksport qila olish darajasiga yetganiga bu isbot. Va mana yaqinda o'zim ham shaxsan o'zim Ozarbayjonning Baku shahrida bo'lgan Study in Uzbekistan forumida ishtirok etib, men shunaqangi o'zimda g'urur bilan keldimki, oldimga 10 ta ota-ona shaxsan o'zimizni universitet, O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga registratsiyadan o'tish uchun 10 ta talaba abituriyent keldi-da. Ya'ni biz eshitdik, ular aytishyapti, sizlarning universitet shu forumda ishtirok etayotgan ekan. O'sha uchun sizlarga, shaxsan sizlar uchun keldik. Boshqa o'sha juda katta universitetlar bor edi, boshqa davlatlar ham bor edi. Lekin shaxsan shu O'zbekistonni anaqa podiumiga kelib, O'zbekistonni bizning universitetga qiziqish, bu ham bir bitta katta yutug'imiz. Xalqaro universitet bilan raqobatga kira oladigan darajaga yetganimizdan isbotda. To'g'ri, bir texnik ular aytishdi, biz registratsiya qilganmiz, yozishganmiz, lekin texnik sabablarga ko'ra xatoliklar ketgan, ba'ziga kira olmadik. Forum bizga shunaqa sharoit berdiki, ularni o'sha mamlakatida turgan holatida ularni biz registratsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Hozirgi kunda mana hozir hamkasbimga ham aytib borayotgan edim. Study in Uzbekistan loyihamiz bo'yicha Xitoydan va Ozarbayjondan abituriyentlarni hisoblaydigan bo'lsak, hozir bizga 300 ta xalqaro abituriyent ro'yxatimizdan o'tdi. Mana hozir oldinda Misrga borishimiz bor, ya'ni Misrda shu forum orqali borishimiz bor, keyin yana Qirg'izistonga bu forum orqali borishimiz bor. Ya'ni bizda chet davlatlarining abituriyentlari bizni o'zimizga ham qiziqishi kattaligi, ortib borayotganligini bemalol aytsak bo'ladi. Oxirgi 10 yil oldingi davrni aytadigan bo'lsak, biz ko'pincha ta'lim bo'yicha
iste'molchi sifatida rol o'ynadik va hozirgi yaratib berilayotgan imkoniyatlar va ta'lim tizimidagi islohotlar bizni ta'lim tizimimizni raqobatbardoshligini, global miqyosdagi raqobatbardoshligini oshirmoqda va endi biz ta'lim eksportyoriga ham aylanib bormoqdamiz va shu o'rinda Markaziy Osiyo mintaqasida maslahatlashuv uchrashuv formati doirasida shunaqangi ta'lim sifatida, ta'lim sohasida ham hamkorlik oshirilmoqda va Markaziy Osiyo mintaqa davlatlariga grant ajratish va ular deylik umumiy ta'lim maydonini, makonini yaratish va shu o'rinda O'zbekiston ta'lim sifatini rivojlantirish orqali ta'lim markaziga, ya'ni ta'lim hubiga aylantirish strategiyasi jadal ishlari olib borilmoqda. Mana shu ta'lim hubiga aylantirishda Westminster universitetining o'rni qanday? Biz bilamiz, mamlakatimizdagi birinchi ochilgan shu xalqaro universitetlardan biri hisoblanadi Westminster universiteti. Ostona shahrida Nazarboyev universitetida Yevrosiyo oliy ta'lim liderlari forumi bo'ldi. Ishtirok etdik. Ishtirok etganimdan juda xursand bo'ldim, chunki ishtirok etgan asosiy ma'ruzachilar 12 nafar asosiy ma'ruzachilardan 4 nafari faqat O'zbekiston haqida gapirdi. O'zbekistondagi bo'layotgan islohotlar, O'zbekistonda yaratilgan sharoitlar, oliy ta'limga bo'lgan e'tibor, o'sha statistik ko'rsatkichlar, chet ellik ekspertlar O'zbekiston haqida gapiryaptiki, o'sha xalqaro forumda juda bizani xursand qildi. Endi Toshkent shahridagi xalqaro Westminster universiteti bu jarayonda o'zini roli bor, o'zini mavqei bor. Endi nufuz nuqtai nazaridan yoki bizani dasturlarimiz xalqaro akkreditatsiyadan o'tganligi 100%, ta'lim ingliz tilida olib borilishi, yuqorida aytganimizdek yoshlarning ish bilan ta'minlanganligi, bu ko'rsatkichlar yaxshi ko'rsatkichlar. Hamkasblarimiz aytgandek, jahon miqyosida, hudud miqyosida O'zbekiston tan olindi, talabalar soni oshadi va bunga har bir oliy ta'lim muassasasi o'zini munosib hissasini qo'shib boradi. Rahmat. Siz faoliyat olib borayotgan ta'lim dargohida jarayonlar, faoliyat qanday kechyapti? Bizda ham xuddi shunday. Bu uchun Cyber University o'tgan yil ochilgani sababli bizda hali bitiruvchi talabalar yo'q. Ammo lekin bizni talabalarimiz hozirgidan shu narsaga tayyor bo'lib rivojlantiryapmiz. Chunki ertaga ta'lim hubiga aylansa, bizning talabalarimiz u boshqa kelgan talabalar orasida bilimsiz bo'lib qolmasligi uchun hozirgi kundan boshlab ular o'zini bilimlarini ustida ishlashyapti, laboratoriyalarda ish faoliyatini olib borishyapti va ular bilan raqobatbardosh bo'lishi uchun o'zini social skillslarini rivojlantirishyapti. Chunki hackathonlarda ishtirok etish yoki qandaydir startup loyihalar bilan ishtirok etish ularni boshqa chet el talabalari bilan hozirdan boshlab integratsiya qilishga sabab bo'ladi. Axborot texnologiyalar asri bo'lgandan so'ng yangi xavflar tug'diryapti insoniyat uchun. Masalan, kiberjinoyatchilik deymiz yoki mana sun'iy intellekt hayotimizning bir ajralmas bir qismiga aylanib ulgurdi sanoqli yillarda. Va biz hali bilmaymiz bu sun'iy intellekt orqali insoniyatga qanday xavflar kelishini. Va mana shunday jarayonlarda siz faoliyat olib borayotgan ta'lim dargohlariga bo'lgan talab ham, ehtiyoj ham, bularda yetishib chiqadigan kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi-da. Va mana suhbatimiz davomida aytib o'tdingiz, hozirgi paytda universitetlar iqtidorlilarni qidiryapti, ta'lim dargohlari. Siz faoliyat olib borayotgan ta'lim dargohi yoki butun dunyoda mana shunday yo'nalishda tahsil beradigan ta'lim dargohlari, oliy ta'lim muassasalari qanday iqtidorlarni, qanday talabalarni qidiryapti? Ularga talablar qanday bo'ladi? Avvalambor talabalar уже hozirdan qandaydir loyihalar qilgan bo'lishi shart. Chunki agar ma'lum bir yoshdan loyihalar qilishni bajarish o'rganmagan bo'lsa, universitetga kirgandan keyin avvalo o'sha momentdagi darsdan o'qish kerak va shu bilan parallel ravishda o'zini amaliy narsasini rivojlantirish kerak. Shuning uchun hozirgi talabalarimizni biz tanlayotganimizda ularni qanday o'zi rivojlangan va qandaydir qilgan loyihalar mavjud yoki loyihalar amalga oshirmagan bo'lsa ham qandaydir ideyalar va bu ideyalar natijadorligini baholab boryapti. Rahmat, marhamat. Qo'shimcha sifatida aytishim kerak. Siz hozir aytasiz, shu bizdagi shu hozir yangi tashkil qilingan universitetlarni talabalarga bo'lgan talabi qanday bo'lyapti va xorijda qanday o'zi talablar bor deganga keladigan bo'lsak, xorijda bu deylik hammamiz bilamiz, xorijiy universitetlarda hujjat topshirish uchun jarayonda bo'ladigan talablari bor, ya'ni SAT deymiz va IELTS hammamiz bilamiz va shunga o'xshash bir qancha bosqichlari bor. Lekin bir narsani ta'kidlashimiz kerakki, o'sha biz bilgan Harvard, MIT bo'ladi, universitetlarda bu jarayon nima uchun qilingan? Bu eng sarali bir talabalarni yig'ib olish uchun. Undan keyingi bo'ladigan bosqichda esa ular nimaga e'tibor beradi?
ana shu talaba ya'ni jamoada qanday ishlaydi, liderlik bir mahoratlari bormi, uni bir muammolarga bir noodatiy yechimlar qilish imkoniyati qanday, shunga e'tibor beradi va bizda ham sekin sekin shu narsa shakllanib bormoqda. Mana hozir hamkasblarimiz ham ta'kidlashdi, ya'ni xorijiy tajriba kirib kelgandan keyin biz faqat imtihonga emas, uni bir imtihondan tashqari ana shu talaba qo'lidan nima keladi, talabani imtihongacha bo'lgan jarayonda qanday tajribasi bor, jamoa bilan ishlash, liderlik yokida qandaydir muammolarga taklif berish qobiliyatiga e'tibor berish boshlandi. Bu albatta hozirgi kundagi bo'layotgan shu katta islohotlar bir qismi deb o'ylayman. Rahmat fikrlar uchun. Albatta universitetlarni ham baholovchi reytinglar borda, turli xil mezonlar asosida. Mana masalan QS reytingida 7 ta, Times Higher Education ya'ni Z reytingida 4 ta o'zbek universitetlari o'rin olgan. Bu O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari uchun qanday ahamiyatga ega va mana shu reytingdagi mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarining sanog'ini, sonini oshirib borish uchun qanday ishlarni amalga oshiryapmiz va bu reyting qancha vaqt davomida bir baholanadi, qanaqa bo'ladi bu baholash jarayonlari, mezonlar? Marhamat. Bu reyting, global reytinglarga to'xtaladigan bo'lsak, bu ta'lim dunyosidagi o'ziga xos chempionat sifatida maqsak bo'ladi, ta'riflasak bo'ladi. Bu deylik O'zbekistonning ta'lim sifatini, ta'lim diplomatiyasini namoyon qiladi va deylik dunyodagi O'zbekistonning ta'lim jihatdan imijini oshiradi va bu nafaqat ta'lim sifatida yoki bu deylik obro'z sifatida, balki investitsiya sifatida, balkim deylik ta'lim sifatida, ta'lim sohasidagi investorlar kelishi mumkin yokida dunyo deylik oliy ta'lim olmoqchi bo'lgan talabgorlar O'zbekistonni universitetdan tanlashi mumkin. Shu jihatdan ham O'zbekiston o'zining jozibadorligini oshiryapti shu yo'l bilan. Albatta bunga juda ham katta sa'y-harakatlar olib bormoqda, chunki bu reytinglar har yili o'zgarib turadi va bu reytinglarni qaraydigan parametrlar juda ham har xil, ko'p. Yangi O'zbekiston stipendiyasi loyihasida ham O'zbekiston deylik mana shu reytinglarda universitetlar sonini oshirib turib, o'ziga jalb qiladigan talabalarni, iqtidorlarni ko'paytirgan holda bu deylik bu bitiruvchilar keyinchalik o'zini deylik davlatga qaytib borgandan keyin bular noformal O'zbekistonning elchilari sifatida nima qilishadi, faoliyat yuritishadi. Ya'ni o'zi O'zbekistonga aytib berishadi, pozitiv imijini ko'tarishadi va bu O'zbekistonni global hamjamiyatdagi xayrixohligini va unga deylik yanada kengroq qo'llab-quvvatlovini anglatadi. Rahmat. Marhamat. Aytmoqchiman, ya'ni biz dunyoda akademik reytinglar bor, lekin nufuzlisi juda sanoqli va hozir siz ta'kidlaganingizdek QS va Times Higher Education'ni doimiy har yillik reytinglar e'lon qilinib boriladi va QSda 7 ta oliygohimiz kirgan bo'lsa, shularning ichidan top 1000 talikka, ya'ni biz bilamiz, hamma oliygohlar shunga intiladi, dunyoning nufuzli top 1000 talikka kirishga harakat qiladi. Bu ta'kidlash joizki, bizni O'zbekiston oliygohlarimizda ham bunga 3 ta oliygohimiz sazovor bo'lgan. Bu yaxshi ko'rsatkich. Bu asosan bizga nima beradi? Avvalambor biz harakat qilyapmiz xalqarolashuvga, xorijiy dasturlarni olib kirishga va birinchi o'rinda investitsiya olib kirishga va investitsiya oliy ta'lim tashkilotlari qanday olib kiradi degan savolga, ular katta grant loyihalar amalga, qo'shma loyihalar amalga oshiradi va shu amalga oshirishda ana shu mingtalikka kirish bu universitetlarning imijini, ya'ni dunyo hamjamiyatida top universitetlar albatta top universitetlar bilan ishlashga harakat qiladi. Top universitetlar bilan qo'shma dastur, qo'shma loyihalar qilishga harakat qiladi. Biz mingtalikka kirganimiz, biz dunyo hamjamiyatida o'zimizni universitetlarimizni e'tirof qilinayotgani bu ertaga bizga investitsiya kirishga, qo'shma bir loyihalar qilishga va xorijiy talabalarni O'zbekistonga jalb qilishga, ya'ni biz o'sha ularni platformasida o'zbek universitetlarini bir reklama qilishga, shuni ortidan bizga talabalar kelishini sonini oshirishga olib keladi. Reyting bu avtobiografiyada, xuddi bitta avtobiografiyaga o'xshab qaraladi. O'sha uchun bu avtobiografiya juda muhim. Buni qanday rivojlantiradi? Ya'ni o'sha chet davlatdan bizga kelayotgan talabalar soni bilan ko'tariladi bu. Professor o'qituvchilar soni bilan, DSlar orqali, magistrlar orqali bu salohiyat ko'tariladi va qancha professorlar bizda ilmiy ish qilayotganligi bu reytingni ko'tarilishiga juda katta
yordam beradi. Ya'ni shu orqali bu universitetni nufuzi ko'riladi. Ya'ni qancha chetdan qiziqish keng bo'lsa, bu reyting shunchalik ya'ni reytingda bu o'rin oshib boradi. Misol uchun, yilni boshida o'tgan yil 2025-yil jahon tillari o'sha high rankingda 250-o'rinda edi. Mana bu yilga kelib 201-o'ringa chiqdi. Ya'ni bu bizni salohiyat jihatidan qanchalik ustuvor kelayotganimizni, bizni o'sha oliygoh dunyoga qanchalik qiziq tuyulayotganligidan bir katta isbotda va har bir universitet shunga harakat qiladi va shu bosqichda u o'zini yanada rivojlantirishga harakat qilib boradi. Rahmat, marhamat. Xalqaro universitetlar reytingi yuqorida ta'kidlab, hamkorlarimiz ta'kidlab o'tgandek, yaxshi imkoniyat oliy o'quv yurtlari uchun. Lekin buni oliy o'quv yurtlariga hammasida ham bu reytinglarda ishtirok etish imkoniyati mavjud emas. Chunki har bir reytingning o'zining talablari bor, kriteriyalar bor. Agar o'quv ishlaridan boshlansa, ilmiy ishlar, xalqaro talabalar soni, xalqaro professor o'qituvchilar soni, xalqaro loyihalar soni o'zining kriteriyalar bor. Ana o'sha kriteriyalarga hamma universitetlar ham bajara olmasligi mumkin-da. Ilmiy salohiyat yetmasligi mumkin, moddiy texnik bazasi yetmasligi mumkin, resurslar yetmasligi mumkin. Ana o'sha kamchiliklarni to'ldirish maqsadida e'tibor bergan bo'lsanglar, davlat rahbari tomonidan ba'zi oliy o'quv yurtlari O'zbekistonda birlashtirildi, optimallashtirildi. Misol uchun texnika universiteti, oldingi avtomobil yo'llari universiteti, transport universiteti bilan birga o'sha ya'ni ba'zi bir universitetlarni birlashtirilganligi bu kuchlarni birlashtirishga olib keladi. Resurslar birlashadi, salohiyat oshadi. Ana undan keyin shular birlashib turib, ilmiy maqolalar sonini oshirishga, xalqaro loyihalarni oshirishga miqdorini va hokazo o'sha xalqaro reytingda qo'ygan talablarga kurashishga imkoniyat yaratiladi. Ana shu maqsadda davlat siyosatida ham shu qadam qo'yildi, juda yaxshi qadam bo'ldi. Bu qadam natijasida mana yuqorida aytilgandek ba'zi bir oliy o'quv yurtlari shu reytingga kirishni boshladi. Bu nima beradi? Bu ta'lim biznesi bu. To'g'ri tilda aytganda, qanchalik universitetimizning reytingi yuqori bo'lsa, shunchalik chet eldan talabalar oqimi oshib boradi. Mana shu asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Rahmat. O'tgan vaqt mobaynida biz ta'lim sohasida, ya'ni xorijda ta'lim olayotgan yurtdoshlarimiz qolaversa, xalqaro bilim tajribalari haqidagi ma'lumotlarni baholi qudrat sizlar bilan birgalikda yurtdoshlarimizga yetkazib bera oldik degan umiddamiz. Qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar, bizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetdi. Albatta, O'zbekiston tarixiga nazar tashladigan bo'lsangiz, bu mamlakat bir nechta renesanslarni boshidan o'tkazgan. Albatta, davlat rahbari tomonidan 3-renesansga tamal toshi, ya'ni poydevori qo'yilyapti. Bir paytlar bizning mamlakatimiz, ya'ni mana shu diyorda eng zamonaviy bilimlar mana shu diyorda bo'lgan. Hozir esa yoshlarimiz eng zamonaviy bilimlarga ega bo'lishlari uchun eng nufuzli oliygohlarga tahsil olish uchun boryaptilar. Yana tarix qaytariladi. Eng zamonaviy bilimlarning chashmasi, bulog'i aynan mana shu zaminda, mana shu diyorda bo'ladi. Eng muhimi, biz to'g'ri yo'ldamiz va mana shu yo'limizda sobit tursak, shahdam harakat qilsak, bu natijalarga erishamiz. Bizda shunaqa gaplar. Keyingi ko'rsatuvga qadar o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.